Bitta odam deb har payshanba kuni kechqurun jumaga o'tar kechasi ya g'ani deb Allohni ey behojat bo'lgan, boy bo'lgan zot deb Allohni eslasa, 10,000 dona eslasa, 10 hafta har payshanba kuni kechqurun 10,000 donadan aytsa, Alloh shunday kon beradiki u bandaga, o'zi ham bilmaydi u bergan kon qayerdan kelib qolganini deydi. Siz qilib ko'ring. Uning uchun o'tirish kerak, qo'lga tasbih ushlash kerak. Ya g'ani deb 10,000 donani 1 soat yo 1,5 soatda o'qib bo'lasiz. Tez o'qiydigan odam 1,5 soatda o'qib bo'ladi. 10 hafta qilib, ey Alloh, mana men sendan so'radim, ber menga deb ko'ring. Oqizib yuboradi Parvardigor. Xohlagan yeringizdan Xudo rahmatini keltiradi. Xudo qodir. Xudoga ishtima emas. Biz muhtaram jamoat, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar. Bu mana bu bandalar xohlayotgan moli dunyo Alloh jalla va aloning nazdida uchayotgan pashani qonatchi ham hurmatga ega emas. Bugun bizni odamlar shu pul bilan, dunyo bilan odamlar bir-birini aziz qilyapti-ku. Xudoning nazdida uchayotgan pashani qonati mana pasha uchib yuribdi. Kim qarayapti? Xudoya taolo qaramaydi. Bu siz dunyoyingizga, gavdingizga qaramang. Qalbingizdagi zikrullohga qaraydi. Uzkurulloha zikron kaseeran va sabbihuhu bukratan va asila deb Alloh Qur'onda bayon qilib qo'ydi. Siz bilan biz ahli iymon, ahli islom odamlar Allohga yolboramiz. Oyati karimadagi vad'uhu xawfan va tamaa, Allohga ham qo'rqib, ham Allohning rahmatidan umid qilib duo qilamiz. Inshaalloh Alloh hammamizga ikki dunyo saodatidan nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.